Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun men pensionerlar uchun juda muhim mavzuni tushuntiraman. 2026 yilda qaysi xizmatlar bo'yicha pensionerlardan to'lov olinmasligi kerak? Qaysi holatda pul talab qilish noqonuniy yoki asossiz bo'lishi mumkin? Va eng muhimi, siz o'z huquqingizni qanday himoya qilasiz? Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har bir xonadonda ota-ona, bobo-buvi yoki pensiyaga chiqqan yaqin inson bor. Iltimos, videoni oxirigacha ko'ring. Chunki ayrim joylarda to'lov talab qilinishi mumkin, lekin odamlar bilmagani uchun indamay to'lab yuboradi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing va bu videoni pensioner qarindoshlaringizga yuboring. Men avval eng asosiy masalani oddiy qilib tushuntirib beraman. Ilgari ko'p pensionerlar davlat idorasiga, davlat xizmatlari markaziga, poliklinikaga, mahalla idorasiga yoki boshqa tashkilotga borganda ayrim ma'lumotnoma, ariza, ko'chirma, tasdiqlash yoki navbatga qo'yish kabi xizmatlar uchun to'lov talab qilinishiga duch kelardi. Ba'zan bu to'lov rasmiy bo'lardi, ya'ni qonunda belgilangan davlat boji yoki xizmat haqi sifatida olinardi. Ba'zan esa masala boshqacha bo'lardi. Xodim kompyuterga kiritish kerak, blankaga pul ketadi. Tezroq bo'lishi uchun to'lang. Ariza yozib beramiz deb pensionerdan ortiqcha pul talab qilardi. 2026 yilga kelib pensionerlar uchun ijtimoiy himoya yanada muhim masalaga aylandi. Chunki narxlar oshadi. Dori-darmon qimmatlashadi. Kommunal xarajatlar bor, oziq-ovqat xarajatlari bor. Pensiya esa har doim ham barcha xarajatni to'liq qoplab bermaydi. Shuning uchun davlat tomonidan ijtimoiy toifalarga, ayniqsa keksalarga ayrim xizmatlarni bepul ko'rsatish tartibi kengaytiriladi yoki amaldagi imtiyozlar aniqroq qo'llanadi. Bu yerda bitta narsani aniq bilib oling. Pensioner bo'lishning o'zi hamma xizmatlardan avtomatik ravishda ozod qiladi degani emas. Lekin pensioner sifatida sizga bepul bo'lishi kerak bo'lgan xizmatlar bor. Ularni bilish juda muhim. Men bugun aynan shu farqni tushuntiraman. Qaysi xizmat uchun pul to'lamaslik kerak? Qaysi xizmat uchun baribir to'lov bo'lishi mumkin? Qaysi holatda esa sizdan nohaq pul so'rayotgan bo'lishadi? Avval amaliyotda katta chalkashlik bo'lgan. Masalan, pensioner pensiya miqdori haqida ma'lumotnoma olmoqchi bo'ladi. Unga xizmat haqi bor deyishadi. Yoki nogironligi bo'lgan pensioner reabilitatsiya vositasi, sanatoriy yo'llanmasi, protez ortopediya buyumi, parvarish puli yoki kompensatsiya bo'yicha murojaat qiladi. Ayrim joylarda arizani qabul qilishning o'zi uchun ham pul so'ralgan holatlar uchraydi. Bu esa fuqaroda davlat xizmatining hammasi pullik ekan degan noto'g'ri tushunchani paydo qiladi. 2026 yilda asosiy yondashu shunday. Pensioner o'z ijtimoiy huquqini rasmiylashtirish uchun murojaat qilayotgan bo'lsa, ya'ni pensiya, nafaqa, kompensatsiya, ijtimoiy yordam, tibbiy ijtimoiy xizmat, imtiyoz, subsidiya yoki davlat tomonidan beriladigan yordamga oid hujjat topshiratayotgan bo'lsa, bunday murojaatlarning katta qismi bepul ko'rsatilishi kerak. Ya'ni ariza berish, murojaatni ro'yxatdan o'tkazish, elektron tizimga kiritish, tegishli organlarga yuborish uchun pensionerdan alohida pul talab qilinmasligi kerak. Bu juda katta o'zgarish. Chunki pensionerlar ko'pincha aynan hujjat topshirish bosqichida qiynaladi. Ular internetdan foydalanmasligi mumkin. Mayp, O'quf, Uz yoki boshqa elektron xizmatlarga kira olmasligi mumkin. Hujjatni qanday yuklashni bilmasligi mumkin. Shunday paytda ayrim odamlar men qilib beraman deb xizmat haqini oshirib yuboradi. Men shuni aytmoqchiman. Agar gap davlat tomonidan belgilangan ijtimoiy xizmat haqida ketayotgan bo'lsa, siz avvalo bepul tartib bor yo'qligini tekshirishingiz shart. Birinchi navbatda pensiya bilan bog'liq xizmatlarni olaylik. Pensiya tayinlash, pensiyani qayta hisoblash, ish staji bo'yicha ma'lumotlarni aniqlashtirish, pensiya to'lov usulini o'zgartirish, ya'ni bank kartasiga o'tkazish yoki pochta orqali olish tartibini o'zgartirish. Pensiya miqdori haqida ma'lumotnoma olish kabi masalalarda pensiya ortiqcha xarajat qilmasligi kerak. Masalan, sizning onangiz 63 yoshda 2026 yilda pensiya olayapti. Lekin 1990 yillardagi ish staji tizimda to'liq ko'rinmayapti. U pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiladi. Ariza qabul qilish, tizimga kiritish, ma'lumotlarni tekshirish uchun undan 1000 so'm to'lang deyishsa, siz darhol bu to'lov nimaga asoslangan? Rasmiy kvitansiya berasizmi? Xizmat nomi qaysi qarorda ko'rsatilgan deb so'rashingiz kerak. Ikkinchi misol. Pensioner ota pensiya miqdori haqida ma'lumotnoma kerak bo'lib, bankka kredit bo'yicha
subsidiya bo'yicha yoki farzandining hujjatiga qo'shish uchun murojaat qiladi. Bunday ma'lumotnoma ko'p hollarda elektron tarzda olinadi. Agar idora ma'lumotnoma chiqarish uchun pul kerak desa, avvalo bu rasmiy davlat boji ekanini isbotlash kerak. Rasmiy bo'lsa kvitansiya bo'ladi. Norasmiy bo'lsa kvitansiya bo'lmaydi. Men har doim shuni maslahat beraman. Pensiyaning naqd pulni hech qachon kvitansiyasi bermasin. Ikkinchi katta yo'nalish ijtimoiy yordam va nafaqalar. Masalan, yolg'iz yashovchi pensioner mahalla orqali moddiy yordam, oziq-ovqat yordami, dori-darmon uchun kompensatsiya, parvarish xizmati yoki boshqa ijtimoiy qo'llab-quvvatlash dasturiga murojaat qilishi mumkin. Bunday arizalarni qabul qilish, ro'yxatga olish. Tegishli tashkilotga yuborish uchun pensionerdan to'lov olinmasligi kerak. Masalan, 72 yoshli ayol yolg'iz yashaydi. Farzandlari boshqa viloyatda, u mahallaga borib, meni ijtimoiy xodim xizmatiga ulang deydi. Agar undan ariza yozib berish uchun 3000 ming so'm, ro'yxatga qo'yish uchun 1000 ming so'm deyishsa, bu juda xavfli signal. Chunki ijtimoiy xizmatga murojaat qilishning o'zi pullik bo'lishi mumkin emas. Uchinchi yo'nalish. Tibbiy ijtimoiy xizmatlar. Keksalarda ko'pincha eshitish apparati, ko'zoynak, protez ortopediya buyumlari, nogironlikni rasmiylashtirish, reabilitatsiya vositalari, sanatoriy yo'llanmasi, uyda parvarish, patronaj xizmati kabi masalalar bo'ladi. Bu yerda ham nozik farq bor. Ariza topshirish, navbatga qo'yish, hujjatlarni qabul qilish bepul bo'lishi kerak. Lekin ayrim tibbiy tekshiruvlar, xususiy klinikadagi xizmatlar yoki davlat ro'yxatiga kirmagan qo'shimcha xizmatlar pullik bo'lishi mumkin. Masalan, 68 yoshli pensioner tizimida muammo borligi uchun protez ortopediya vositasiga ariza beradi. Tuman bo'limi uning hujjatini qabul qilishi kerak. Hujjatni ochish uchun pul degan gap bo'lmasligi kerak. Ammo u o'zi xohlab xususiy markazda qo'shimcha MRT qildirsa, bu bepul bo'lmasligi mumkin. 4-yo'nalish. Davlat xizmatlari markazlari orqali olinadigan ijtimoiy ma'lumotnomalar. Pensioner o'zining pensiya oluvchisi ekanini tasdiqlovchi ma'lumot, oilaviy holatga oid ayrim ma'lumot. Nogironlik yoki ijtimoiy reyestr bilan bog'liq ma'lumot, doimiy yashash joyi bo'yicha ayrim ko'chirmalarni olishi mumkin. Bu xizmatlarning har birida alohida tarif bor yoki umuman bepul tartib belgilangan bo'lishi mumkin. Men tomoshabinlarga shuni aytaman. Pensioner bo'lganim uchun hammasi bepul demang, lekin mendan pul so'rashdi. Demak, to'lashim shart deb ham o'ylamang. To'lov jadvalini talab qiling. Davlat xizmatlari markazida har bir xizmatning narxi tizimda ko'rsatiladi. Agar narx 0 bo'lsa, sizdan pul olishga hech kimning haqqi yo'q. 5-yo'nalish transport va kommunal masalalardagi chalkashliklar. Ko'pchilik pensionerlar to'lovdan ozod qilindi degan xabarni eshitadi va darhol elektr, gaz, suv, chiqindi, telefon, internet, kabel televideniya hammasi bepul bo'ldi deb o'ylaydi. Men buni aniq aytaman. Kommunal xizmatlar odatda avtomatik ravishda to'liq bepul bo'lib qolmaydi. Ayrim hududlarda kompensatsiya, imtiyoz, chegirma yoki aniq toifadagi pensionerlar uchun yordam bo'lishi mumkin. Masalan, yolg'iz keksalar, urush qatnashchilari, nogironligi bo'lgan shaxslar, ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar alohida tartibda qo'llab-quvvatlanishi mumkin. Lekin oddiy yoshga doir pensioner har oy elektrni ishlatsa, gazni ishlatsa, suvdan foydalansa, u to'lovdan to'liq ozod bo'ldi degani emas. Shu sababli siz har doim qaysi xizmat, qaysi toifa, qaysi hujjat asosida degan 3 ta savolni berishingiz kerak. Agar siz pensioner bo'lsangiz va yaqinda davlat idorasiga murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, albatta diqqatli bo'ling. Ayniqsa pensiyani qayta hisoblash, stajni tiklash, nafaqa tayinlash, moddiy yordam olish, sanatoriy yo'llanmasi, nogironlik bilan bog'liq hujjatlar, ijtimoiy xizmatga ulanish, ma'lumotnoma olish kabi masalalarda sizdan to'lov talab qilinsa, shoshilmang. Avval rasmiy asosini so'rang. Agar sizning ota-onangiz yoshi katta bo'lsa, telefondan yaxshi foydalana olmasa, hujjatlarni o'qib tushunishda qiynalsa, ularni yolg'iz yubormang. Chunki keksalar ko'pincha tortishishni xohlamaydi. Mayli bolam, shuncha pul ekan deb to'lab yuboradi. Keyin ma'lum bo'ladiki, bu to'lov umuman kerak emas ekan. Men amaliyotda shunday holatlarni ko'p ko'rganman. 20 ming, 20 ming, 1 ming so'm uncha katta ko'rinmasligi mumkin, lekin pensioner uchun bu bir haftalik non. Dori yoki yo'l xarajati bo'lishi mumkin. Agar siz xizmatdan xususiy tashkilot orqali foydalanayotgan bo'lsangiz, masalan, xususiy klinika, xususiy ariza yozib beruvchi firma, xususiy notarial maslahat, pullik yuridik xizmat.
xususiy kadastrchi, xususiy tarjimon u holda pensionerman, bepul bo'lishi kerak degan qo'yda har doim ham ishlamaydi. Chunki imtiyozlar ko'pincha davlat xizmatlariga tegishli bo'ladi, xususiy xizmatlarga emas. Masalan, davlat xizmatlari markazida ayrim ariza bepul bo'lishi mumkin, lekin ko'chadagi hujjat tayyorlab beramiz degan joysizdan xizmat haqi oladi. Bu uning xususiy xizmati. Shuning uchun pensioner imkon qadar avval rasmiy davlat idorasiga yoki rasmiy elektron portalga murojaat qilgani ma'qul. Endi eng muhim nozik jihatlarni aytaman. Birinchi tuzoq: bepul xizmat bilan bepul natijani adashtirmang. Masalan, ariza topshirish bepul bo'lishi mumkin, lekin siz so'rayotgan xizmat bo'yicha qaror ijobiy chiqish kafolatlanmaydi. Pensioner sanatoriy yo'llanmasiga bepul ariza beradi, lekin navbat tibbiy xulosa. Mavjud kvota va toifaga qarab yo'llanma beriladi. Ya'ni pul olinmasligi kerak, lekin hamma ariza bir kunda qanoatlantiriladi degani emas. Ikkinchi tuzoq: tezlashtirib beramiz degan gap. Davlat xizmatlarida muddat bo'ladi. 3 kun, 5 kun, 21 kun, 25 kun yoki boshqa muddatda. Ayrim odamlar agar pul bersangiz bugun chiqaramiz deydi. Men bunday holatda ehtiyot bo'lishni maslahat beraman. Agar qonunda tezlashtirilgan xizmat rasmiysi bor bo'lsa, u alohida tarif bilan kvitansiya orqali bo'ladi. Agar shunchaki xodimning qo'liga naqd pul berilsa, bu sizni ham, uni ham muammoga qo'yishi mumkin. Uchinchi tuzoq: hujjat yetishmasa, pul bilan hal qilish. Masalan, ish staji tasdiqlanmayapti, arxivdan ma'lumot yo'q, mehnat daftarchasida xato bor. Kimdir pul bering, to'g'rilab beramiz deyishi mumkin. Bunday qilmang. Hujjatdagi xatoni qonuniy yo'l bilan tuzatish kerak. Arxiv so'rovi: ish beruvchining tasdiq xati, sud orqali faktni belgilash, elektron bazani to'g'rilash kabi tartiblar bor. Noqonuniy to'g'rilash keyin pensiya ortiqcha to'langan deb topilishiga, qarzdorlik chiqarilishiga yoki javobgarlikka olib kelishi mumkin. 4-tuzoq: hamma pensioner bir xil toifada emas. Yoshga doir pensioner nogironlik pensiyasi oluvchi, boquvchisining yo'qotganlik pensiyasi oluvchi, yolg'iz keksalar, urush yoki mehnat fronti faxriylari, Chernobil yoki boshqa alohida maqomga ega shaxslar. I va I guruh nogironligi bo'lgan pensionerlar uchun imtiyozlar farq qilishi mumkin. Masalan, oddiy yoshga doir pensioner uchun pullik bo'lgan xizmat I guruh nogironligi bo'lgan pensioner uchun bepul yoki chegirmali bo'lishi mumkin. Shuning uchun siz o'zingizning aniq maqomingizni tasdiqlovchi hujjatni olib yurishingiz kerak. 5-tuzoq: hududiy farqlar. Respublika bo'yicha umumiy tartib bo'lishi mumkin, lekin ayrim yordamlar mahalliy byudjet, hokimlik qarori yoki homiylik dasturlari orqali beriladi. Bir tumanda yolg'iz pensionerlarga chiqindi to'lovi bo'yicha kompensatsiya bo'lishi mumkin. Boshqa tumanda esa boshqa tartib bo'lishi mumkin. Shuning uchun qo'shni viloyatda eshitgan gapni o'z hududingizda avtomatik qo'llamang. Rasmiy ma'lumotni mahalla, hokimlik, pensiya jamg'armasi, ijtimoiy himoya organlari yoki davlat xizmatlari markazidan oling. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam: hujjatlaringizni tartibga keltiring. Pensioner guvohnomasi yoki pensiya oluvchi ekaningizni tasdiqlovchi ma'lumot, pasport yoki ID karta, JSHSHR yashash manzili, telefon raqami, bank kartasi rekvizitlari. Nogironlik bo'lsa, tibbiy xulosa yoki nogironlik ma'lumotnomasi, yolg'iz yashash holati bo'lsa, mahalla tasdiqlovchi hujjati kerak bo'lishi mumkin. Hujjatlar tartibli bo'lsa, ortiqcha yugurish kamayadi. Ikkinchi qadam: xizmat nomini aniq ayting. Idoraga borganda menga yordam kerak deb umumiy gapirmang. Masalan, men pensiya miqdori haqida ma'lumotnoma olmoqchiman. Men pensiyamni qayta hisoblash uchun ariza bermoqchiman. Men sanatoriy yo'llanmasiga navbatga turmoqchiman. Men ijtimoiy xodim xizmatiga ulanish uchun murojaat qilmoqchiman. Xizmat nomi aniq bo'lsa, xodim ham sizni ortiqcha yo'naltira olmaydi. 3-qadam: to'lov so'ralsa, 3 ta savol bering. Birinchisi, bu to'lov qaysi xizmat uchun? Ikkinchisi, to'lovning rasmiy miqdori qayerda ko'rsatilgan? Uchinchisi, kvitansiya yoki chek berasizmi? Agar javob noaniq bo'lsa, pul bermang. Agar chek kerak emas deyishsa, bu yanada shubhali. Rasmiy to'lov har doim iz qoldiradi. Kvitansiya, bank to'lovi, elektron chek yoki portal orqali to'lov. 4-qadam: yozma javob so'rang. Agar sizga bepul emas deyishsa, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Iltimos, rad etish sababini yozma tarzda bering deb ayting. Ko'p hollarda asossiz talablar aynan shu joyda to'xtaydi. Chunki yozma javob berish mas'uliyatni anglatadi.
Beshinchi qadam rasmiy kanallardan foydalaning. Davlat xizmatlari markaziga boring, May Poykokov uz orqali tekshiring, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qiling. Ijtimoiy himoya milliy agentligi tizimidagi hududiy bo'limlardan ma'lumot oling. Mahalla raisi yoki ijtimoiy xodimdan yozma tushuntirish so'rang. Agar xodim sizni noto'g'ri yo'naltirayotgan bo'lsa, yuqori turuvchi tashkilotga shikoyat qiling. 6-qadam. Shikoyat qilishdan qo'rqmang. Agar pensiyadan asossiz to'lov talab qilinsa, siz 1008, 1122 kabi rasmiy ishonch telefonlari, Prezident virtual qabulxonasi, tegishli vazirlik yoki tashkilotning murojaatlar bo'limi orqali murojaat qilishingiz mumkin. Shikoyatda hissiyot bilan emas, fakt bilan yozing. Qaysi sana, qaysi idora, qaysi xodim, qaysi xizmat, qancha pul so'radi, kvitansiya berdimi yoki yo'qmi? Agar imkon bo'lsa, ariza raqamini, navbat raqamini, xabar nusxasini saqlab qo'ying. 7-qadam, yaqinlaringizni ogohlantiring. Agar siz farzand bo'lsangiz, ota-onangizga bitta oddiy qoida o'rgating. Hech kimga kvitansiyasiz pul bermang. Bu qoida juda ko'p muammoni oldini oladi. Pensioner pul to'lashdan oldin farzandiga qo'ng'iroq qilsin, xizmat nomini aytsin. Xodimdan rasmiy asosni so'rasin. Agar zarur bo'lsa, farzand telefon orqali xodim bilan gaplashsin. Tasavvur qiling, 7 yoshli otaxon pensiyasini qayta hisoblatmoqchi. Chunki u 1945 yildan 1902 yilgacha zavodda ishlagan. Lekin staj bazada chiqmayapti. U davlat xizmatlari markaziga boradi. To'g'ri tartibda undan ariza olinadi. Kerakli hujjatlar skaner qilinadi, arxivga so'rov yuboriladi. Buning uchun undan alohida xodim haqi olinmasligi kerak. Agar arxivdan nusxa olish yoki boshqa rasmiy xizmat uchun belgilangan to'lov bo'lsa, bu alohida ko'rsatiladi va kvitansiya bilan amalga oshadi. Farq shunda. Yana bir misol. 36 yoshli ayol pensioner sanatoriyga borish uchun murojaat qiladi. Unda tibbiy ko'rsatma bor. Poliklinika hujjat tayyorlaydi, tegishli organ navbatga qo'yadi. Agar kimdir yo'llanma test chiqishi uchun 300 ming so'm bering desa, bu rasmiy tartib emas. Yo'llanma navbat, toifa va tibbiy xulosaga qarab beriladi. Pensioner ariza topshirgani uchun to'lov qilmasligi kerak. 3-misol, 75 yoshli yolg'iz pensioner chiqindi. Elektr va gaz to'lovlarini to'lashga qiynalyapti. U pensionerlar to'lovdan ozod qilingan ekan deb o'ylab, kommunal to'lovni umuman to'lamay qo'yadi. Bu xato bo'lishi mumkin. To'g'ri yo'l mahallaga murojaat qilib, ijtimoiy yordam, kompensatsiya yoki yolg'iz keksalar ro'yxatiga kirish imkoniyatini tekshirish. Agar unga kompensatsiya belgilansa, bu rasmiy qaror bilan bo'ladi. Aks holda qarzdorlik yig'ilib, penya yoki uzilish muammosi chiqishi mumkin. 4-misol. Pensioner davlat xizmatlari markazida ma'lumotnoma olmoqchi, lekin u internetdan foydalana olmaydi. Xodim yordam beradi, agar xizmat bepul bo'lsa. Yordam bergani uchun xodim alohida pul ola olmaydi. Agar markazda rasmiy to'lov bo'lsa, u kassaga yoki elektron tizim orqali to'lanadi. Menga bering, o'zim to'lab qo'yaman degan gapga ishonmang. Aziz tomoshabinlar, 2026 yilda pensionerlar uchun eng muhim qoida shuki, ijtimoiy huquqlarni rasmiylashtirish, pensiya va nafaqa bilan bog'liq murojaatlar, ayrim ma'lumotnomalar, ijtimoiy yordam va tibbiy ijtimoiy xizmatlarga ariza berish jarayonida pensionerdan asossiz to'lov talab qilinmasligi kerak. Lekin bu hamma xizmat, hamma kommunal to'lov, hamma xususiy xizmat avtomatik bepul bo'ldi degani emas. Har doim xizmat nomini, to'lov asosini va kvitansiyani so'rang. Men sizdan iltimos qilaman. Bu videoni ota-onangizga, bobo-buvingizga, mahallangizdagi pensionerlarga yuboring. Kommentariyada yozing. Sizning hududingizda pensionerlardan qaysi xizmatlar uchun pul so'rashgan, qaysi idorada muammoga duch kelgansiz? Men keyingi videolarda aynan siz yozgan holatlar bo'yicha alohida tushuntirish beraman. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bildirishnomani yoqib qo'ying. Chunki pensionerlar, nafaqalar, imtiyozlar va davlat xizmatlari bo'yicha eng kerakli ma'lumotlarni men sodda tilda tushuntirib boraman.